Ha, ertaga yana bittasi so'yiladi buni. Mana so'yaman ertaga. Lekin janavarlar Oxir bittasini so'yaman. o'ta katta bo'lib ketibdi bu qo'ylar. 3 millionni olgan bo'lsangiz 5 oy oldin hozir O'sha har 20 kunda bir tortib qo'yapman. har 21 kunda Har bir 20 kunda shu tortib, mana tarozilarimiz hech bir alay qilmayman. tarozi ham shu yerda yonida turgan buni. Dadamda otalari o'zi qassob bo'lishgan. Men o'zim ham qassobman. Biznikida o'zi qo'y uzilmaydi, hayvon uzilmaydi. Biz o'sha tug'ilganimizdan beri men eslolmayman bir hayvon uzilib qolganini. Boqiyotamiz. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, qo'chqor ishqibozlari. Do'stlar, bugungi video syomkamizda uy sharoitida qo'chqor boqish haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib, bitada like bosib, kanalda mehmonlar obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan bir dehqon tog'amizni xonadonlariga keldik. Xo'p, mana bu yerda boqilyapti turgan qo'chqorlar bor ekan. Bular qachondan beri boqilyapti? Necha oygacha boqish kerak? Qanday olish kerak? Shu haqida ma'lumotlar tog'amiz o'zlaridan chiroyli qilib olib berishga harakat qilamiz. Qana bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum. Tog'a, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Charchamasdan. Tuzimmisizlar? Ha, endi biz obunachilarimizga bugungi video syomkamizda qo'chqor boqish haqida bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda nechta boqilyapti? Boshida shu oktyabr oyida 15 ta qo'chqor olgan edim baridan. Oktyabr oyida. Oktyabr oyida. 15 ta kelgansiz. 15 ta olib kelgan edim. Hozir mana şeyda 6 ta qoldi. 6 ta boqilyapti. 6 ta boqilyapti. Ha, bularni bitta so'yib sotyapman xudo xolasa. Hop. Kamida 60 kilo, 65 kilo yuk qilishyapti. Hozir endi mana ularda tortib ko'rdim men, 2 kun bo'ldi. Mana oqlarini. Oqlar tortdim, mana bittasi 117 kilo, anasi 125 kilo yuk qildi mana oqlarini. Oqini o'zi 117 kilo qildi. Ha. Mana bunisi Mana 125 kilo qildi. 125 kilo. Bu yerda endi asosan qo'chqor boqilagan, a? Asosan qo'chqor, ha. Sir bo'lmasa nech pulda olodingiz bularni? Bularni men Qirg'izning qo'ylari 3 milliondan bundan 5 oy oldin 3 milliondan akam olib bergan. 3 milliondan. 5 oy oldin. 5 oy oldin. Bularda o'shanda ham sirraz yem arzonligida makka, bug'doy, arpa shunaqa narsalarni hammasini yorma qildirib, quritib men pishirib bermayman. Men faqat quruq beraman mana. Mana shu. Faqat quruq beraman. Yemlari mana shu quruq beriladi. Quruq. Bu qanday yem bunisi? Buni hozir tarkibida bu makka, bug'doy, arpa, shipirga urug'di. Shuni yorma qildirib 2 mahal beraman. Mana shu ertalab 1 kilo, kechqurun 1 kilo, 2 kilo yeydi har bitta qo'chqari. Har bittasi 2 kilodan yeydi. Kuniga. Kuniga. Endi bularni hozir mana endi foydasini mana o'zi ko'rib turibsiz. O'zi oldi mana. Chiroyli bo'lib, zo'r bo'lib o'sibdi, lekin kiloga ham yaxshi ketdi, lekin 5 oy bo'ladigan bo'lsa, misol uchun kamida 75 kilo. Ertaga xudo xolasa bittasini so'yaman yana. Ha, ertaga yana bittasi so'yiladi buni. So'yaman ertaga. Lekin janavarlar Oxir bittasini so'yaman. o'ta katta bo'lib ketibdi bu qo'ylar. 3 millionni olgan bo'lsangiz 5 oy oldin hozir 5 oy bo'ldi, rosa. Shishak olgan edim bularni. Mana qo'zilarni, mana qo'zilar. 24 dan olganman. Bular endi qo'zilar hali qo'y bo'g'incha, qo'chqor bo'g'incha bor hali. endi biz obunachilarimizga qandayda olisda shunaqa zo'r foyda qiladi. Bu hozir vahshiy zo'r deganda, to'g'rimi? Zo'r degani-da, xudo xolasa foydani ham o'sha misol uchun 3 milliondan olgan narsa mana shu hozir 7,5 million pul bo'lyaptimi? 7,5 million pul bo'lgandan keyin toza 3 million pul tashayapti. Ko'zim ko'rgan. Toza. Rasxodlaringizdan tashqari. Rasxodlardan tashqari, misol uchun men yemlarni ham hammasini yozaman. Hashakni ham yozaman-da. Hozir bu pishirmasdan misol men orcha rasxod qilmayman. Kam rasxod? Kam rasxod qo'ylar mana o'zidan semirib ketyapti. Endi mana qo'zilar mana 5 oy bo'ldi. Hali nima bo'lgan yo'q. Hali o'zgargan yo'q. Ha. Shah boqorish kerak ekan. Shahlarni mana boqiyotibman. Bu Qirg'izniki tabora o'sha suyak katta bo'lib olar ekanda, sekin ichidan yoq qilib o'zi lap et yuzaga chiqarib berar ekan. Yaxshi xudo xolasa. Demak, 5 oy oldin
Shah paytida olingan bular. Kelganda mana bunaqa bordir. Kelganda mana shunaqa bor edi-da bular. Bu qo'zilar qachondan beri yuribdi bular? Bu qo'zilar mana shu o'sha paxta mahalda shunday ulim olib keldi. O'sha qo'ypirishlar tashib yurganda. Aha. Shu olib keldi-da. Dada 24 dan oldim mana shularni. O'shanda 2 million 400 dan hozir 3,5 million bermaysiz hozir. Endi bularda hozirgi kunda yana 5 oy boqsangiz mana bunday holatga Yana keladi. 5 oy boqish kerak. Haqiqatda mana shu holatga keltirish uchun bular qo'zidan chiqish kerak, shak bo'lish kerak. Ana keyin shunaqa holatga keladi. Bular ichidan to'ldi-da hozir. Ichidan to'ldi, lekin yana boqsangiz Yana boqaman, o'saveradi. yana boqaman. Endi mana va'da qilib qo'ydim, ro'zaga so'yaman deb. O'tgan kuni bittani so'ydim, ertaga mana shular ichidan bittasini so'yaman. Xudo xolasa. Ro'za ichi aytganlar bor, endi va'da qilganlarim bor, shularni so'yib beraman. So'yib bersangiz, lekin yaxshigina Xudo xolasa. zo'r foyda qilaveradi. Demak, akalar, birinchi qo'y olib boqmoqchi bo'lganlarga oz boqing, lekin zo'r daromad qilsin. Shunaqa letish buzganni olishsa, zo'r foyda qilaveradi. Bu mana Bo'lsa sinovda 5 oy o'tgan. Bu oddiy uy sharoitida boqilyapti varianti. Endi ukol vaksinalari qanday bo'lyapti bularga? Ukol vaksinalari har 20 kunda o'sha murazni chaqiraman. Shunday ukolda urib berib ketaveradi. Yaxshi, qo'ylarim birortasi bir oqsab nima bo'lgan yo'q. Shu Qirg'izdan tushganda ama boshida qiynadi. Oqsab. Lekin hali sharoitga ham ko'nib olguncha ancha-jicha vaqt ketib qoladi, lekin sharoitga ko'nib olgandan keyin u yoqqa ketaveradi. Ketaveradi, yaxshi. Zo'r tog'a. Mana shunday qo'y boqish. Necha yildan beri endi qo'y boqasiz? Endi bu qo'yda bizni ota buvomiz, men dadamda otalari o'zi qassob bo'lishgan. Men o'zim ham qassobman. Biznikida o'zi qo'y uzilmaydi, hayvon uzilmaydi. Biz o'sha tug'ilganimizdan beri men eslolmayman bir hayvon uzilib qolganini. Boqyotamiz. Lekin tajriba bor. Bor, xudo xolasa. Misol uchun 10 ta olib keldingizmi, birinchi qo'yni olib kelgandan keyin nimasiga e'tibor berish kerak? Qo'yda olib kelgandan keyin shu bir buni shu bir chiroyiga qarash kerak. O'zimda bir shomi past bo'ladi, bir qulog'i katta, bir o'zi ko'rganda bilasizda, odam. Lekin bitta tog'amiz aytganlaridek, qo'yni olib keldingizmi, misol uchun ikkitish mana shunday holatda kelsa, u tog'amiz erinmasdan tortib, kilolarigacha yozib qo'ygan ekanlar. 3-4 oy boqsa, misol uchun kim olib turib boqsa ham daftarga yozib qo'ysa, o'zgargan chiqib kelaverar ekan o'zi. To'g'ri. Dekabr oyida tortganimda 89 kilo edi mana shu. Mana bunisi. 89 kilo. Men tortganim yo'q. Men faqat buni ikkala oqda ishqova silibda o'sha har 20 kunda bir tortib qo'yyapman. Har 21 kunda Har bir. 20 kunda shu tortib, mana tarozilarimiz hech bir alay qilmayman. Tarozi ham shu yerda yonida turgan buni. Taroz tortib beraman yemni ham. Yemlari ham tortib berilar ekan lekin. Endi ertaga Xudoyim nasib qilsa, mana qo'ra qildik. O'sha qo'raga hozir qo'ylarni qolmayotibmiz. Bular ham o'tadi. Aydaligilar bor. Men Qirg'izda buzovlardan olganman kuzda. Og'il to'la buzov solishtiryapman hozir. Qani shularni olgan paytimda buzov olganman, qo'y olganman. Bularning foydasini bilaman. Qaysida yaxshi bo'ladi? Qaysi biridan zo'r foyda qiladi, lekin hayvon boqib ham tirikchilik qilsa bo'laveradi, ha? Bo'laveradi. Uy sharoitida shunday bir qarab, ko'ngildan chiqarib, chiroyli qarab, qiziqish bilan qaralsa, o'sha Rossiyani pulini beradi. 10 ta 15 ta 20 ta boqsangiz zo'r daromad qilib beraveradi. Mana endi ilojini boricha birinchi ozginada 2 ta 3 tadan boshlanib, u yog'iga sekin-sekin ko'payib ketadi. Birdaniga 20 ta 30 ta boqadigan odam kam. Ayniqsa uy sharoitida. Sekin-sekin qo'y boqib mana shunday o'zgarsa, u yog'i zo'r daromad ketaveradi. Xo'p, endi bugungi videolarimizga shular, qo'ldan kelgancha sizdan ham maslahatlarni oldik. Keyingi videolarimizda akalar ko'rishguncha salomat bo'lasizlar. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Mana oddiy uy sharoitida boqiladigan variantini sizlarga qisqacha ko'rsatib o'tib ketdik. Uy sharoitida shunday zo'r foyda qilamiz deganlarga video tashlab qo'yasizlar.